Meni faqat ovqat o'rash uchun ishlatishni bas qiling. Yaxshisi, videoni ko'ring, bilib olasiz. Internet routeringizning orqasiga meni qayrilgan holatda qo'ying. Shunda internet signali yanada kuchayadi. Banan boshini men bilan mahkam o'rab qo'ying. Shunda banan uzoqroq vaqt yangidek turadi. Meni g'ijimlab dumaloq qilib oling, keyin panjarani ishqalang. Yopishib qolgan yog'larni oson tozalayman. Bu videoni saqlab qo'ying va izohlarda o'zingizning sevimli usulingizni yozib qoldiring. Salom. Men Folgaman. Sen meni atigi 20% ishlatyapsan. Mening barcha imkoniyatlarimni bilasanmi? Meni zich shar qilib, kir yuvish mashinasining barabaniga tashla. Statik elektrni kamaytiraman. Kiyimlar yumshoqroq va yoqimliroq bo'ladi. Men meni g'ijimlab, sharqil kuygan joylarni tozalashga yordam beraman. Ortiqcha kimyoviy vositalarsiz. Sabzavot va ko'katlar meni bilan uzoqroq yangi turadi. Go'sht yoki baliqni menga o'ra sharbatini ichida saqlayman. Ta'mi yanada mazali bo'ladi. Men oddiy rulon emasman. Men uyda haqiqiy yordamchiman. Sen-chi, meni to'g'ri ishlatyapsanmi?